Assalomu alaykum do'stlar. Men bugun Artel kirmashin uyida 8 qilali invertor motor. Yaxshi kirmashin bor. Hep uyda yumay turib deb ko'rdik. Kirmashinimizning ichi kristallinasi sinib ketib, pochinnik ham qisib qolgan. Umuman aylanmay yotibdi. Motorni ko'rsak, motor yaxshi aylanib turibdi, zakonniy. Quruq kristallinasi sinib, pochinnik qisib qolgan bunda. Ko'rgan bo'lsangiz, kirmashinning ahvoli tuman. İçinde ko'p neler yashab ketgan bu 2 oy turib qolgan sirtda. İçinde chichqon yashab ketgan. Kabellarni yemay qaragan chichqon. Esda ko'rsangizlar, ko'rinib turibdi videoda ham. Orqalari xohlasa endi bu kirmashinni yaxshilab birinchi pochiska etib, ikkinchi kristallinani hammasini joy-joyiga qo'yib, zapchastlarni ishlatib o'z egasini olib borib topshiramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, borib ko'rib, ошибкасini aytib, olib ketib, uzatib yana olib berish xizmatlarimiz bor. Ekranda nomerlarga xabarlashaverasizlar.